Hilolmet klinikamizda yana bitta yaxshi natija. Bemorimiz Ural va Sojida 2004-yilda tug'ilganlar. Klinikamizda kelgan tashxislari o'tkir poliradikulanevrit yoki Guillain-Barré sindromi bo'lganlar. Bemorimiz bizga kelishidan oldin dekabrning boshida qo'l oyoqlarida holsizlik, mustaqil yura olmaslik, yurganda muvozanatni saqlay olmaslik va mustaqil o'tira olmaslik holatlari kuzatilgan. Belgilar sekin-sekin kuchayib ketgandan keyin o'zlarini yashash joylari bo'yicha shifoxonaga murojaat qilganlar. Kasalliklarni o'zi boshlanishi, bemorimiz o'sha kasalliklar boshlanishidan 10 kun oldin ixinokok-ektomiya amaliyotini o'tkazganlar. Bungacha bemorimiz o'zi 3 marta ixinokok-ektomiya amaliyotini o'tkazganlar. Oxirgi marta 3-operatsiyadan keyin bir hafta o'tgandan keyin yuqoridagi sanab o'tgan kasallik belgilari kuzatila boshlagan va asta-sekinlik bilan kasallik belgilari kuchayib, mustaqil umuman yura olmay qolganlar. Bizga murojaat qilib kelganlarida arvachada kelgandilar. Mana hozirgi kunda 10 kunlik davo muolajalari, reabilitatsiya muolajalaridan keyin bemorimiz asta-sekinlik bilan hozir Hadinokda o'zlari mustaqil yurishni boshladilar, mustaqil o'tirishni boshladilar. Hozir bemorimizni ham o'zlaridan fikrlarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Men bu yerga kelganimda ahvolim yaxshi emasdi. Oyoqlarimni pashti sezmay qolgandim. Yo'q, hozir yaxshi. Doniyor akaga, Diyor akaga rahmat aytaman. Kelganimda уже qo'llarim, yuzlarimda ham bijirlashlarim juda ko'p edi. Hozir bularda deyarli hammasi ketdi deya olaman. Yurishlarim ham ancha yaxshi bo'lib qoldi. Bu yerdagi shifokorlar juda yaxshi ekan. Hamma muolajalarini vaqtida yaxshi amalga oshirdi deb o'ylayman. Men o'zimizda o'tganimda holim kundan kunga yomonlashgan edi. Bu yerga kelganimdan keyin уже 1 kun, 2 kun ichida asta-asta natijalarini seza boshladim. Hozir ahvolim juda yaxshi. Xudo xolasa yana 20-30 kundan keyin xudo xolasa mustaqil o'zingiz yurib ketasiz. Shunday xudo xolasa. Harakatni to'xtatmaymiz. Endi bu yoqqa har kuni sekin-sekinlik bilan tiklanish ko'payib boraveradi. 5-10% dan tiklanib boraverasiz. Faqatgina harakatni, o'sha lechebniy gimnastikani to'xtatmaymiz. Har kuni 2-3 mahaldan yurib, mashqlarni davom ettiraversangiz, xudo xohlasa 1 oylar ichida mustaqil to'liq yurib ketasiz. Keyingi safar kelganingizda o'zingiz hadinoksiz, hech qanday xassasiz yurib kelishingiz kerak. Shunga harakat qilishimiz kerak. Xo'pmi? Ha. O'zi bu yerda ham hamma boshqa mashqlarni ham hammalarini o'zlari kirib o'rgatib ketishyapti hammasini. Reabilitologimiz Diyor akaga ham rahmat, ha? Ha, eng katta rahmat siz bilan o'sha Diyor akaga. Ular men bilan kelib, individual shug'ullanib, kayfiyatni ham ko'tarib, yana qayta ishonch berdi deb ayta olaman. Rahmat sizga. Tuzalib keting. Rahmat. Sog' bo'ling.